Nimaga bolalar tuzumizda charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan birgalikda men Odilboy. Yangi videoga xush kelibsizlar bolalar. Videoga kirganda videoga bitta like bosish va kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xullas bolalar, men anchadan beri video olmadim, o'zingizlar bilasizlar va men yana ijodga qaytdim-da. Albatta, endi nima qilasan sizlar bolalar? Endi bu yog'ini yorib tashlayman. Uzr, mishkam ko'rinmayapti, bilmayman nima ko'rinmayapti. Kompyuterimda biroz muammolar bo'lib qolgan. Mayli obunachilar, bu bizning video olishga ma'laq bermaydi. Har doimgidek ertalabdan ishlaymiz aytgancha. Endi mishkani qarab ko'rasan sizlar bolalar. Misol uchun inventariga shundoq kiraman, mana ketmonchani olib olamanda, mishkam qattiq yurganda bemalol ko'rish mumkin. Eleman personajimni kallasidan ham bilib olaman. Takshda bolalar bizda IQ hammada 100 bo'lsa, bizda 101. Xullas, o'sha gap. Like bosinglar, obuna bo'linglar, kommentariyaga xolisinglar, so'kasizlarmi nima qilsanglar qilinglar. Xo'p, bolalar, men anchadan beri ko'rmadim va aytgancha bizda bitta muammo bor, hozir to'g'rilayman. Hop, bolalar, mana muammoni ham to'g'riladim. Qanaqa muammo desanglar, podpischilar bilsanglar, siz kommentariyada yozib qoldiringlar muammoni. Nimani hozir men to'g'riladim. Topganga obunachilar kommentariyasiga mendan bitta like bosmasam, agar bolalar mujik emasman, siz kommentariyaga o'sha qanaqa muammoligini topsanglar, shundoq tirs bitta like chan bosaman, shu bilan bo'ldi, ketdi, hammasi chiki puki fuki muki bo'ladi. Xo'p, endi nima qilamiz? Men har doimgidek kartoshkalarni olamiz va bizda yana bitta yangi rekord. Qanaqa rekord desanglar, mana bu kartoshkalardan bitta ham mana yashili keraksiz chiqmadi va bu degani bu butun boshli jarayondagi eng zo'r bog'bon shaxsan o'zimman, bilmasanglar bilib olinglar bugundan boshlab. O'zi har bitta videoda ishlataman, har bitta videoda chiqmaydi, to'g'rimi? Bu degani eng zo'r bog'bon men degani. Bemalol Minecraftda shunaqa bog'bonchilik ishlar bo'lsa, meni chaqirishinglar mumkin. Yordam kerak bo'lsa yordam beraman. Qanaqadir muammo bo'layotgan bo'lsa, muammolarni to'g'rilab beraman. Albatta hammasi pulli bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, mayli, men bitta janob mer uyda bo'lsa, unda taqalatiluvchi eshikni janob mer kirsam bo'ladimi? Takror. Bo'ldi, hozir. Assalomu alaykum. Nima gap, tuzumisiz? Sal chumani bugun boshqacharoq kiyim olibsizmi? Yuzlaringiz ham bugun boshqacha, turishingiz, o'tirishingiz, ko'rinishingiz vashi boshqacha. Hajgar. Ustimdan kulyapsanmi? Akkauntimda biroz bug bo'lyapti. Tez orada to'g'rilanadi. Bo'ldi, tushunarli. Xo'sh, nima qilishim kerak edi? Olib kelgan narsalarni joyiga qo'y, bugun oylik olmaysan. Bo'ldi, bugun oylik olmasligimni bilaman mana. Prosta joyiga qo'yish men uchun sal qiyin bo'lyapti-da, chunki ba'zi bir muammolar bo'lib qolgan. Menda ham o'z oxirgi paytlar hammada muammo bo'lib yotibdi, mer ishoning. Bo'pti, aka to'r. Bo'pti. Voy dalle bolalar, mer chumar vashi kibrroq qolibdimi? O'zini oyligi tushganmi deymanda, puli tugab qolsa, ukamjonim, nimaga bunaqa deb qoladi. Lekin puli ko'payib qolsa, o'zi tanimay ham qoladi, bolalar. Vashi bor-ku, odam pul o'zgartirar ekan, qaranglarchi. Xo'p, mayli, ketdim. Endi daraxt olib kelib, uyda daraxt qolmabdi. Daraxt bo'lsa, unda qanaqa qilib non pishiraman, boshqa qilaman, daraxtlarni olib kelaman-da, hozir ichkariga qo'yib qo'yaman, shu bilan wow bo'ladi. Osmonni qaranglar, musaffoligini. Hozir qanaqa fasl bilasizlarmi? Albatta bilasizlar, hozir kuz fasli. Kuz faslida sizlarda daraxtlar o'zi barglarini to'kib, yerga hamma yoq sap-sariq bo'lib ketgan, lekin bizda esa hamma yoq yam-yashil va ertasi kuni qarasanglar, o'zi hamma yoq oppoq qorga belangan. Hamma youtuberlar yangi yil qishga o'tdi deb videolar chiqarishni boshlaveradi, lekin hech qachon kuz bo'lganini ko'rmaysizlar. Lekin meni videomda ko'rishinglar mumkin. Misol uchun, keyingi videoda daraxtlar sarg'ayib, takoy bo'lishi mumkin, chunki men resurs pak qo'yib kirgan bo'laman. Hazillashim bolalar, tabiat qonuni-yu sarg'ayadi. Bizaniki ham endi sekin sarg'ayadi. Bolalar sizlarnikiga o'xshab. Sizlarniki deb men o'sha hayotdagidek birdan tapib sap-sariq bo'lib qolmaydi. Sekin bo'ladi desam, yo'q, nabrot shuni teskarisi emasmidi? Minecraftda bitirib qolib, hayotda sekin. Hammasiga mana shu mol aybdor bor. Adashib ketdim, balagat bola. Videoda adashmaydigan yomon bir clever bola edim. Mayli. Anchadan beri o'zi video olmay sal qobiliyatim yo'qotibman bolalar. Bilmadim endi bu qobiliyatni qaytarishim, borib bitta chaqmoq urdirib kelishim kerakmi? Xullas, bilmayman. Balki tez orada qaytib qolar, axir bu meni bu kanalimda birinchi yoki ikkinchi videoyim yoki uchinchimi? Xullas, nechinchidir videoyimda, yangida, xullas. Yangi bo'lgani uchun ozgina uyalishlar, balobatlar, kameradan qo'rqishlar bo'lyapti. Shuning uchun endi to'g'ri tushunasizlar, like bosinglar, lekin unaqa bo'lmaydi. Like bosinglar-da, shuning uchun bolalar, sizlar like bosishinglar yoqadi. Bo'pti, mayli. Endi bularni doskaga aylantirib, hozir sandig'imga solib qo'ysam, chikki-pukki bo'ladi. Kakras xuddi bilgandek bir stak olib kelibman, o'zi ham yomon burani chamasi xattim bo'laman-da, shunaqa chamalab qo'yaman, bolalar, ishoninglar, ko'zinglar yumilib ochilguncha shu chamalab qo'yganim bilinmay qoladi. Xo'p, endi afterga kiramiz, biroz shantaj qilib yuboramiz-da, ozgina.
internetda bitta ikkita narsalarni vahima qilib olib, rekka chiqib, keyin soqqa jalan bosmaymiz, hazillashdim. YouTube bir tiyin pul bermaydi, berganda obunachilar video olmasdim. Mayli, bo'pti. Ozgina edit qilib, sizlar bilan keyin aloqaga chiqaman. Aytgancha, bolalar, men bitta narsa zakaz qilgandim. Voy. Emailni ochib tekshiruvchi, 1 soatda kelib qolar ekan. Mayli, 1 soatda kelishi bilan men pauzani o'chirib, keyin esa yoqaman. Goodbye. Bolalar, uje men sizlarga aytgan narsam keldi. Sizlarga nima degandim? Pianino degandim, lekin sizlarni aldagandim. O'zi umuman boshqa narsa zakaz qilgandim. Qani topinglarchi, topsanglar iltimos kommentariyada yozib qoldiringlar. Qani 5 kecha sanayman va sizlar kommentariyada yozib qoldirasizlar. Men aslida nima zakaz qilgandim. Sizlarga podskastga keltiraman. Uyimda u narsa umuman yo'q, lekin kerakli narsa va u narsa tok bilan ishlaydi bolalar. Endi topinglar. Shundoqqina mana shu eshik ortida turibdi. Qani 5 kecha sanayman, tushib kommentariyaga tezda yozib qoldiringlar. Chunki bor yo'g'i agar o'zimizning tildan tashqari haqiqiy nomini aytadigan bo'lsak, bor yo'g'i ikkita harfdan iborat. Qani ketdi? 1 2 3 4 5. Topamadinglarmi bolalar? Battar bo'linglar. Hozir men sizlarga o'zim ko'rsataman nimaligini, balakatingni, lekin undan oldin qo'ng'iroq qilib qo'yishim kerak. Zakaz kelishdan oldin qo'ng'iroq qilib qo'yish kerak ekan bu yerda. Aytilishi bo'yicha, xo'sh, qani aytilgan nomerga qo'ng'iroq qilamiz. 77 lik ekan. 777 77 07. Xo'sh, qani. Gudok ketsinchi. Xo'p. Halo, siz Uzum marketdan, Uzum marketni o'sha servisiga qo'ng'iroq qilyapsiz. Qanday yordam bera olamiz? Assalomu alaykum. Xullas, men bitta narsa zakaz bergandim va kelishdan oldin qo'ng'iroq qilishim kerak ekan. Xullas, mana qo'ng'iroq qilyapman. Iltimos, kodingizni aytsangiz. Qanaqa kod? O'sha ilovangizdagi ID raqam. Ha, bo'ldi hozir. Xo'p, 0 xo'sh 123 xo'sh 456 xo'sh keyin 7891. Bo'ldi, yozib oldim. Ha, siz Odilboysiz, shundaymi? Ha. Lekin sizga zakaz kelishdan oldin qo'ng'iroq qiling deyilgan, ammo zakazingiz allaqachon borib bo'lgan. Borganiga 10 daqiqa bo'libdi. 10 daqiqadan buyon nimalar qilyapsiz? 10 daqiqadan buyon nima qilayotganim, nima qizig'i bor? Shunchaki zakaz keldi, qo'ng'iroq qilish esimdan chiqib qo'yibdi. Mana endi qilyapman. Xo'p, mayli bo'pti. Bo'lmasam qarang, zakazingizni tasdiqladim. Endi telefonni qo'yasiz va ilovaga kirib turib, ana shu yerda yulduzchalar chiqadi. Iltimos 5 yulduzni bosib qoldiring, chunki bizda servis xizmatini o'sha xizmatini baholashimiz kerak. Hozir men siz bilan qanday qilib gaplashsam, xullas shunday qilib baholashingiz kerak bo'ladi o'sha yulduzlar orqali. Bo'ldi, sizni tushundim. Iltimos 5 yulduz bosib qo'ying, oyligimiz ko'tariladi. Bo'ldi. Mayli, rahmat. Xo'p. Oppa, bolalar, qani kiraylikchi. O servis sizga qanday xizmat qildi? Ularni baholang iltimos. Xo'p, 5 ta yulduz ekan. Keyinlar biz bitta yulduz qoldiramiz, chunki bilmadim, ichim shunaqangi qorada bolalar, sizlarning ham ichinglar qora bo'lsa, shu videoga like bosmaysizlar. Xo'p, mayli bo'pti. Qani ketdik endi, gapni ko'paytirmasdan, mana shunday katta bo'lgan, sizlar topolmagan narsa televizor edi bolalar. Mana ko'rib turganingizdek juda ham katta. Hozir men necha haftalardan beri anaqa boryapman. Bodybuildingga boryapman. Xullas, gymga borganim uchun hozir bitta ko'tarishdi. Balaga hozir to'xtalib orqadan ko'tarish kerak-da, oldidan bas. Qani balagat uyaltiryapti meni, bor-ku, vashshe tam uyaltiryapti. Eshikni ochingchi. Juda asab chiqdi bola. Asab chiqqanda jahl chiqadi. Keyin asadni urgim keladi bola. Shuning uchun men buni olib tashlashim kerak-da. Qani boshdan 1 2 3 bu yoqda itara qolaman. Oy, joydan siljigisi kelmayapti. Buni palakatda endi nima bo'lishi mumkin? Ay, palakat joydan siljigisi kelmayapti. Eshikni kim yopib qo'ydi? Onasini emsa. Qani buni qolsangchi. Yo'q. Qimirlamaydiganga o'xshaydi bu vashshe. Ili tagini nima palo mixlab ketganmi buni? Qani voy kelajak. Voy, yomon kirdi-yu. Voy, onasini emsa. Yo'q, bu ketishda bo'lmaydi bolalar. Vashshe-yu. Ketdim do'stim jittilardan yordam so'raychi, qo'limdagi narsalarni qo'yib. Bu hozir nobagirlik bo'lyapti bolalar. Bu hozir mujik kishi bo'lmayapti. Bitta o'zimga katta televizor vashshe. O'zi 50 kilo bo'lsam, televizor esa 51 kilo. Qanaqa o'zim vesimdan og'ir narsani ko'tarishim mumkin? Bo'lmagan. Palakat, bu yerda kim bo'ldi yana? Vashshe well built odammi bu yerda? Stop, men o'zi nimadan qo'rqaman?
Salom, nima gap? Nima gap, yaxshimisan, tuzukmisan? Yaxshi, rahmat. Sen bu yerda kimsan? Iltimos Otilboy, bizani qutqar, bu biza уже birinchi marta. Davay, bu endi birinchi pasportlaring. Keyingi pasportda 3000 ta qilasanlar. Voy palakat, bu jitlar nima qiynab o'ldirib yubormoqchimisan? Qani qo'shilchi tez, sana bugundan boshlab baquvvat bo'lasan. Nima, mushaklarim ko'rmayaptimi? Tushunmadim, nima demoqchisan bu gaping bilan? Sen o'zingcha mabda kelib olib, qop-qora tanang va mana bu yerdagi qop-qora tursiging bilan bularga nimani tushuntirmoqchi bo'lyapsan? Mana bu chirib qolgan tanangni desam, lekin taning ko'rinishi yaxshi, jigar. Bilaman, tanam ko'rinishi yaxshiligini. Sen ham shunday xohlaysanmi? Yo'q, xohlamayman. Xohlamasang ham qil, chunki sport bu juda ham muhim narsa, juda ham kerak narsa, bilmasang bilib olgin. Buni juda yaxshi bilaman, lekin ritellar sizlar ketishinglar mumkin. Turishga holimiz bo'lmayapti, bu yerda mana shunday turibmiz. Qani, qanday deyapman senlarga? Tushunmadim, nimaga bularga zo'ravonlik qilyapsan? Shunchalik kuching ko'payib qoldimi? Kuchim ko'p, nima deyolasan? Kuching ko'p bo'lsa, unda как раз menikida ish bor, yurchi. Nima, men birovni ishini tekinga qilib beradigan? Nega bularni tekinga mashq qildiryapsan? Men da'vogarman. Nimaga da'vogarsan? Boshqalarni sport bilan shug'ullanishiga, ular sport bilan shug'ullansa, hammasi juda ham yaxshi va ajoyib bo'ladi. Tushunyapsanmi? Yo'q, tushunmayman. Qani menga tez tushuntirchi. Tushuntirdim-ku. Tushuntirgan bo'lsa yaxshi. Qarochisi, men seni kuchliligingga ishonmayapman. Xo'sh, qanaqa ishontirishim kerak? Qanaqa qilib deysanmi? Qarochi bitta og'ir narsa bor, o'shani ko'tarib bersang bo'ldi, ishonaman. Qani, yurchi. Qani, yur. Ketyapman. Mana shu yerda. Shu yerdami? Yo'q, antda. Antdami? Hazillashtirmashdi. Qaniki, mana shu televizorni ichkariga olib kirib berishing kerak. Shu bilan qarabsanki, chikki-pukki bo'ladi. Nima? Qani, qochchi bu yerdan, hozmasanga ko'rsaman nima qilish kerakligini. Bo'ldi, men bitta aylanib kelaman, jigar. Tentak shuni, so'tak. Hozir so'taklar ham ko'payib ketganda bor-ku. Qani, mana bunday olamanda, opa, nima shuni ko'tara olmadimi? Chichqoq. Mayli, uyga olib kirish kerakmi? Uy shinamgina ekan-ku. Voy, mana shunaqa uyim bo'lsami? Lekin pulimni barchasini konteyner olishga sarflab qo'yganman-da. Bu kattagidek uyni qayerga sig'dirmoqchi bu televizorni palagat sig'maydi-ku. Mana bu yerni buzib tashlashimga to'g'ri keladi. Qani mushaklarimni ishga solib bir buzib tashlaychi bu yerni. Chirigan uyingga san bo'ladi. Xo'sh, mana shu yerni ham buzib tashlayman. Opa. Voy. Baribir mushaklarimiz sevamanda bor-ku. Opa, bo'ldi, mana shu yerda yashayveradi maza qilib. Hayotimga go'zal televizorni ko'rsa bo'ldi-da. Buni esa mana bunday qilib qo'yaman. Arxitekturam vashi. Miya ham уже просто wow, уже bilaklar ham wow, tushunasizlarmi? Уже bilib olaveringlar. Xo'p, mayli bo'lmasa, men ketdim, ularni ishlataychi. Salla, bu yoqqa kelavering-chi. Tushunmadim, nima bo'lyapti bu yerda? Iltimos, biz o'z holimizga qo'ying. O'z holingga qachonki kechqurun uxlaganda qaytasanlar. Bizani mazamizni qochirib qo'ydingiz-ku. Maza qovunda bo'ladi, ishlaring davay tez. Mere je parle à toi, palagat. Ye, Asadbek. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Olib kirib qo'yibdi, bolalar. Voy, mana lekin haqiqiy bodybuilder desa bo'ladi. Rahmat, muhimi tekinga ishlatib oldim. Как раз uyim ham kengroq bo'libdi. Mana bolalar ko'rib turganinglardek, bugun biz miya bilan kuchni qanaqa boshqarish kerakligini o'rganib oldik. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosish va kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar bolalar, chunki sizlar videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lsanglar, men har kuni video chiqarishda davom etaman. Davay, kelgusi videolarda ko'rishguncha bye. Sizlarni yaxshi ko'raman.